Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Namanganda Haqilobodida yana bir xonadonimiz tunaki fonishini o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bu joyimizga 102 kvadrat tunaki ishlatganmiz. Bitta kosmos, 52 metr tarnov, 12 metr turba qo'yib berganmiz. Suv tushadigan vadasi lifti tagidan ketadigan turbamizdan. Hozir sizlarga qo'ldan kelgancha obzor qilib beraman qilgan ishlarimizni. 102 kvadrat tunaga qayerlarga ketganini video davomida ko'rasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, bo'lmasa biz obzorimizni boshladik. Ko'cha tomonimizdan boshladik. Bu joyimiz kichkina o'stirmamiz. Bu chekkadan narigi chekkagacha 30-60 joyimiz bo'lgan. Eniga 70 santimetrlik kobra fasonda oq shikolat 0.35 listimizda qilib berganmiz. Tarnov ham o'rnatib berganmiz. Polning bu chekkadan narigi chekkagacha chig'anoqlar qo'yib berganmiz. Pastkicha tushmagan, pastkicha keyin atberkadan keyin bo'lgan. 0.35 listimizda qilib berganmiz. Hozirgi kunda 120 mingdan 140 ming so'mgacha hamma yo'g'i ichida qilib beryapmiz vodiy bo'ylab. Bu joyimiz ham bor. 430 uzunligi 430 joyimiz. Eniga 120 lik joy. Bu yer ham qo'shiladi 102 kvadratli ichiga. Tarnov ham qo'yilgan, karnizga qilib berganmiz. Ko'chadan kirib darvozaxonaga kirganimizda 340 ga 4 metrli darvozaxonamiz. Kobra fasonda oq shikolat ranglarimizda qilib berganmiz va bitta kosmos ham qo'yib berganmiz. Kvadratimiz ichiga darvozaxonamiz ham kiradi va ichkari tomonlarimizda o'stirma shapkalarimiz bor. Ofshi metr hisobini hisoblaganda bu chekkadan chekkaga, narigi chekkagacha borganda 17 metr shapkamiz, 60 santimetrli shapka. Bu joyimizga tarnovlar ham qo'yilgan. 52 metr tarnov ichida ichkari tomoni ham, tashqari tomonlarimiz ham bor. Darvozaxonamizni kobra fasonda bitta kosmos qo'yilgan. Koroblarimiz ham ichiga kirib ketadi. Ofshi hisobda 102 kvadrat bo'lgan joyimiz. 102 kvadrat tunaki ishlatganmiz. Turbamiz 12 metr, 52 metr tarnov qo'yib berganmiz. Shikolat rangimizda bo'lgan oqqa. Va bitta kosmos qo'yib berganmiz. 1,5 metrlik kosmosimizdan qo'yib berganmiz. Ofshi hisobda bu joyimizda 102 kvadrat tunaki ishlatganmiz. 52 metr tarnov qo'yib berganmiz. Bitta kosmos 12 metr turbamizdan qo'yib berganmiz. Ofshi hisobda 19 millionga bitgan joyimiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab bemalol murojaat qilaverasizlar. Ekranlarga raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.